Hi guys, va nihoyat biz festival bo'ladigan lokatsiyaga yetib keldik. O'zbekistonda ilk marta Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida Tandir festivali bo'lib o'tmoqda. Biz ham ushbu festivalda Sharqshunos yoshlar ittifoqi jamoamiz bilan birgalikda ishtirok etmoqdamiz. Festivalda siz Surxondaryo viloyatining turli tumanlaridagi tandir go'shti va uni pishirish usullari, milliy liboslari, urf-odatlari va o'yinlarini ko'rishingiz mumkin. Guys, hozir sizlarga hech qayerda uchratmaydigan vibe-ni ko'rsataman. Marhamat. Guys, hozir men sizga ajoyib vibe ko'rsataman. Sharqshunos yoshlari aynan bu festivalda qanday ishtirok etishmoqda? Xo'p, biz misol uchun o'zim fors tilidan, do'stimiz Xotamxon turk tilidan tandir haqida, festival haqida reportajlar tayyorlamoqda. Bundan tashqari va bu reportajlarni tayyorlab telekanallarga chiqarish niyatimiz bor. Bizni kuzatib borishda davom eting va biz sizga eng esda qolarli lahzalarni taqdim etishda davom etamiz.